Ikkinchi Arlandamiz 2012-yil, bu 191 ming yurgan akalar. Bu ham avariya holati yo'q, bu ham dizelda akalar. Xullas kelam, bu mashinamiz ham toza. Bu yog'ida ozroq qirilgan joyi bor, boya qaraganimda. Ozroq mana bu joyda qirilgan joyi bor ekan. Endi deyarli hamma mashinada bo'ladi. Orqa tomonda asha qirilgan joyi bor ekan. Buni ham saloniga keladigan bo'lsak, oldi orqa kamera ishlaydi, oldi orqa sensori bor, saloni konditsionerlari, hamma narsasi ishlaydi akalar. Xullas kelam, mashinani olish kerak, minish kerak, bu salgina arzonroq varianti bo'ladi akalar. Bitta motor qismini ham sizlarga ko'rsatib berib o'tib ketaman. Mashinamizning motor qismiga keladigan bo'lsak, buni ham motorda hech qanaqa ayb yo'q akalar. Olish kerak, minish kerak bu mashinamizni ham akalar. Ko'rganlaringizdek, bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, 2012-yil 191 ming yurgan Arlanda 1.6 mashinamiz dizel holatda, bu 3.200 ming so'mga chiqarib beraman akalar. Kelasizlar, ko'rasizlar, mashina ideal holatda, olish kerak, minish kerak faqat. Keyin mashinaning ustida ham hozirroq gaplashamiz, sunnatiga bu-yog'ini ham yana kelishtiramiz nasib qilsa. Akalar, mana shu pastdagi nomerlarda aloqadamiz, 24/7 aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizda ishlaydigan mashina bozorda 20 mingtadan oshiq mashina bor. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.